Assalomu alaykum, добрый день. Так, naryoqda boyagi Malibu 2 soatlik ish edi. Такой уборка. Keyingi mashina Toyota Corolla. Chexolini yechib berishim kerak. O'zligi yumshagan bo'lib chexolini. Men sideniyani yuvaman bunda. Потолок желает лучшего bo'lib yotibdi. Gilam yechiladi. Просто esimni yo'q bilan Toyota Corolla'niki qanaqa yechiladi endi men. Глаза боятся, руки делают bo'ladi hozir bunda. Самое главное ichida. Bagaj тоже желает лучшего. Tagida propani bor ekan. Xizmatli bo'lsa, bemalol aloqalanasiz. Bundan qo'ldan kelgancha yuradi, lekin men kraskalangan. O'shani ham kelishib oldik. Oddiy lattada artiladigan bo'ladi. Bo'lmasa ko'chib ketadi. Xizmatli bo'lsa aloqalanamiz, charchamanglar, всем удачи.